Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, sen gapni qancha oz qilsang, shuncha qaltis ham salohiyatli ko'rinasan. Chunki sening sukuting boshqalarni qo'rindirib qo'yadi. Odam aslida boshqalarni tushunishga qiziqadigan maxluq. Ular sening nima o'ylayotganingni bilishga intiladi. Navoda sen muhim uchurlarni ehtiyotkorlik bilan tizginlay olsang, ular sening maqsadingni bilishga amalsiz qoladi. Haqiqiy dono kishilar boshqalarni o'ziga rahmat qilish emas, balki o'ziga hojatmand qilib olishga ahamiyat beradi. Chunki boshqalar sana hojatmand bo'lsa, seni hargiz unutmaydi. Rahmat ishqalli bo'lsa, ha degandala unutilib ketadi.